Ushbu formatdagi bu galgi sammitning tarixiy voqealaridan biri O'zbekistonda barpo etiladigan atom elektr stansiyasining birinchi reaktori va ko'p tarmoqli yadro tibbiyoti markazi qurilishi bo'yicha qo'shma loyihalarga start berilishi bo'ldi. Mavzuni faktlar va mas'ullarning mulohazalari asosida tahlil qildik. Уважаемые коллеги, энергетическое сотрудничество наших стран с Россией и далее будет являться фактором. Hurmatli hamkasblar, mamlakatlarimizning Rossiya bilan energetika sohasidagi hamkorligi bundan buyon ham mintaqaning tinchligi va barqarorligi omili bo'lib qoladi. Biz bugun strategik, jumladan gaz quvurlari va energetika infratuzilmalarini rivojlantirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshiryapmiz. Shu kunlarda tarixiy bir voqea bo'lib o'tadi. O'zbekistonda barpo etiladigan atom elektrostansiyasining birinchi reaktori va ko'p tarmoqli yadro tibbiyoti markazi qurilishi bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga start beriladi. Ushbu yo'nalishda keng ko'lamli ilmiy-amaliy hamkorlik o'rnatishni, O'zbekistonda atom energetikasi bo'yicha mintaqaviy kompetensiyalar markazini ta'sis etish, shuningdek, Moskva davlat muhandislik fizika institutining Toshkent filiali bazasida kadrlar tayyorlash dasturini qabul qilishni taklif etamiz. Bundan tashqari, uglevodorod resurslarini qidirish va qayta ishlash, elektr energetikasi tizimini modernizatsiya qilish, energiyani tejaydigan yechimlarni joriy etish sohasida hamkorlikni kengaytirish niyatidamiz. Ilg'or bilim va texnologiyalar transferi, qo'shma loyihalarni tayyorlash va ilgari surish uchun Markaziy Osiyo va Rossiya energetik sherikligi kompleks dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Innovatsiyalar sohasida mamlakatimizda Skolova markaziy filialni ochishni taklif etamiz. Сегодня знаменательный день. Сразу два объекта начинают свою жизнь. Bugun biz uchun muhim kun. Bir vaqtning o'zida ikkita obyekt o'z faoliyatini boshlamoqda va albatta biz bu kunlarga uzoq vaqt intildik. So'zimni prezidentlarimiz Vladimir Vladimirovich va Shavkat Miromonovichga minnatdorchilik izhor etishdan boshlamoqchiman. Ularning siyosiy irodasi va o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlari xalqlarimizning atom energetikasi kelajagini birgalikda qurish istagi aniq loyihalarda o'z ifodasini topishining kafolati bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, kichik atom elektrostansiyasini qurish bilan bog'liq loyiha o'tgan yilning bahorida yuzaga kelgan edi. Alohida qayd etaman, zamonaviy kichik atom elektrostansiyasini barpo etish bo'yicha dunyoda birinchi shartnoma imzolandi. Bu albatta bizni juda ruhlantiradi. Hozirda qidiruv-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Uning yangi yuragi Ritem 200 tekshirish reaktori tayyorlanmoqda. Bu nafaqat sayyoradagi eng samarali reaktor, balki atom buzyorlarida ishlagani hisobiga o'nlab, hatto aytishim mumkinki yuzlab reaktor yillik tajribaga ega bo'lgan yagona kichik reaktordir. Va albatta biz bunday loyihalarni o'zimizda ham quryapmiz. Dastlabki ikkita blok umuman olganda shartnomaga ko'ra kichik atom elektrostansiyasining 6 ta energiya bloki quriladi. Lekin yaxshi yangiliklar shu bilan tugamaydi. Shavkat Miromonovichning O'zbekiston yadro klasterini yiriklashtirish va kichik stansiyaga quvvati 1000 megawattdan bo'lgan ikkita kuchli blokni qo'shish tashabbusi bo'ldi. Unda biz bu siyosiy qarorning barcha ijobiy oqibatlarini to'liq anglab yetmagan edik. Samaradorlik va katta barqarorlikni kichik mobil quvvat bilan uyg'unlashtirish imkoniyatidan tashqari, biz 1 gigawattli stansiya infratuzilmasi va kapital xarajatlari hisobidan kichik AESga yo'naltiriladigan kapital qurilmalarda ham katta tejamkorlikka erishdik. Vaholanki bu loyiha doim ancha katta sarmoya talab qiladi. Biz qidiruv-tadqiqot ishlarini olib boryapmiz, loyihani tayyorlayapmiz. Bugun esa subputrachilarimiz, bular O'zbekiston kompaniyalari ekanini alohida ta'kidlayman. Shavkat Miromonovichning yana bir topshirig'ini bajarish uchun qurilish maydoniga chiqib, tuproq bilan ishlashni, poydevor uchun chuqur qazishni boshlamoqda. Mamlakatimizni ishonchli, xavfsiz, iqtisodiy samarador va ekologik toza energiya manbalari bilan ta'minlash yangi O'zbekistonning keng ko'lamli islohotlarida bu ustuvor yo'nalishlardan biri. Qisqa davr ichida mazkur sohaning huquqiy asosini mustahkamlash uchun milliy agentlik tashkil etildi. Atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish haqidagi qonun, atom energiyasini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli konsepsiya, kadrlar salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan strategiya qabul qilindi. Soha uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash tizimi joriy etildi. Yurtimiz jahonda birinchilardan bo'lib, xalqaro talab va standartlarga muvofiq kichik quvvatli atom
elektr stansiyalarini barpo etishga kirishdi. Atom elektr stansiyasi qurilishini o'ziga xos jihatlari bu birinchidan energetik barqarorlik va mintaqaviy rivojlanish, ikkinchidan iqtisodiy samara va yangi ish o'rinlari va uchinchidan texnologik rivojlanish va ekologik transformatsiya deb hisoblayman. Bu Jizzax, Samarqand, Navoiy viloyatlarini o'z ichiga olgan katta iqtisodiy va sanoat potensialiga ega markaziy mintaqani ishonchli energiya bilan ta'minlash imkonini beradi. Ikkita kichik va ikkita katta quvvatli reaktorlardan iborat integratsiyalangan atom elektr stansiyasi gaz generatsiyasiga qaramlikni kamaytirib, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini mavsumiy o'zgarishlarga ta'sir qilmaydigan barqaror bazaviy elektr energiyasi manbaiga aylanadi. AES qurilishi yirik investitsiyalar oqimi demak va u qurilish, transport va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirishga albatta olib keladi. Qurilish ishlari jadallashgan davrida AES maydonchasiga 20 mingga yaqin mutaxassis va ishchilar jalb qilinadi. Ekspluatatsiya davrida esa 2 mingga yaqin doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Atom energiyasini joriy qilishi bu CO2 chiqindilarini kamaytiradi va tabiiy gazni ichki iste'mol, chuqur qayta ishlash va eksport qilish, qo'shimcha yo'naltirish imkonini albatta beradi va mintaqada hamda mamlakat miqyosida zamonaviy ilmiy muhandislik klasterini shakllantirish uchun sharoit albatta yaratadi. O'zbekiston ushbu loyihani bundan tashqari sog'liqni saqlash va qator ilmiy dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda MAGATE bilan hamkorlik qilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev integratsiyalangan atom elektr stansiyasini qurish loyihasini amalga oshirishda birinchi navbatda xavfsizlik va xalqaro qoidalarga muvofiqlikni eng ustuvor masala sifatida belgilab olgandi. Loyihani har bir bosqichi Xalqaro atom energiyasi agentligi, ya'ni MAGATE agentligi tavsiyalari va talablariga to'liq muvofiq ravishda amalga oshirilishi kerak. Davlatimiz rahbari atom energiyasi obyektlarini qurishda xavfsizlik masalasi birlamchi ekanligini ta'kidladilar va asosiy vazifa bu aholining hayoti, sog'lig'ini himoya qilish. Integratsiyalangan atom elektr stansiyasini qurish to'g'risida prinsipial qaror qabul qildilar. Bu dunyoda bunday turdagi birinchi unikal loyiha deb hisoblanadi. Tanlangan model jahon atom energiyasini rivojlanish tendensiyalariga to'liq mos keladi. Prezidentimiz mazkur sohaga alohida e'tibor qaratib, shu masalaga bag'ishlangan joriy yilning o'zida bir emas, 3 ta yig'ilish o'tkazdi. 2025-yil 10 fevral kuni davlatimiz rahbari atom energiyasi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. 2025-yil 27 mart kuni davlatimiz rahbari kichik quvvatli atom elektr stansiyasi loyihasi qurilishining har bir bosqichi loyihalashtirilishidan to bitgunga qadar jahonning eng ilg'or tajribalari va xavfsizlik talablari tatbiq etilishi bo'yicha qat'iy ko'rsatma berdi. 2025-yil 8 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda davlatimiz rahbari yana bir bor loyihani amalga oshirishda eng ilg'or xavfsizlik talablari tatbiq etilishiga alohida e'tibor qaratdi. MAGATE O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurish loyihasini barcha bosqichlarida toki normativ huquqiy bazani shakllantirish, loyihalashtirish, qurilish va ekspluatatsiyaga kiritishda xavfsizlik talablarini ta'minlashda muhim ekspert, texnik va metodologik yordam ko'rsatuvchi asosiy xalqaro tashkilot sifatida xizmat qiladi. 2000 MAGATE yordami xalqaro talablar va ilg'or amaliyotlariga muvofiq ishonchli, xavfsiz va barqaror milliy yadro infratuzilmasini shakllantirishga albatta xizmat qiladi. Bundan tashqari, mana O'zbekiston Respublikasi va MAGATE AES loyihasini muvaffaqiyatli, xavfsiz va samarali amalga oshirish, shuningdek mamlakatni atom energiyasini tinch maqsadlarga ishlatish sohasidagi salohiyatini mustahkamlash uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish niyatidamiz. Mana shu dunyoni tajribasini ko'rib turib, mana shu bizning viloyatimizda Forish tumanida qurilayotgan atom stansiyani aholini asosiysi to'g'ri qabul qildi. Chunki buni tagida turibdi avvalambor tumandir rivojlanish.
Qolaversa viloyatimizda va O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni hammasini drayveri bo'lishini xalq tushunyapti. Ayniqsa ekologiyaga juda ma'qul narsa. Chunki buni zaharli tashlamalari mutlaqo yo'q. Birinchidan shaharcha bo'ladi. 30 mingga yaqin odam yashaydi. Buning uchun yo'llar quriladi. Boyagi svetdan endi gap bo'lmaydi. Qolaversa maktab, bog'chalar, savdo sotiq masalalari xalq bu bilan ishli bo'ladi. Atom elektrostansiya bu iqtisodiyotni rivojlantiradigan flagman deb aytsak bo'ladi. Buni orqasidan iqtisodiyot, sanoat, qurilish, turizm, xizmat, Jizzax viloyatini, Samarqand viloyati yonidagi, Sirdaryo viloyatidagi hamma mutaxassislarni ham xizmat ko'rsatadigan ishlab chiqaruvchilarni ham hammasini jalb qiladigan loyiha bo'ladi. Atom elektrostansiyani unikalniy deb aytamiz. Bu unikalniy deganimiz nisbati 2:2 bo'lyapti. 2:2 deganimiz bu 2 kichkina qilyapmiz, 2 ta katta qilyapmiz. Bu atom elektrostansiyasining qurilishi iqtisodiyotni drayveri deymiz. Oldinga suruvchi, oldinga tortuvchi bir majmua. Ha, bu loyihaga start berilishi prezidentimizning doimiy harakati va izlanishlari bilan amalga oshganini ko'rib turibmiz. Maqsad bitta: aholini uzluksiz energiya bilan ta'minlash, turmush farovonligini oshirish. O'tgan yili MAGATE bosh direktori Rafael Grossi tahlilnoma dasturi uchun maxsus intervyu berib, davlatimiz rahbarining mazkur sohada mamlakatimizda amalga oshirayotgan islohotlarini alohida e'tirof etgan edi. Men ko'rgan holat bu prezidentdagi qat'iyat. Xalqaro atom energiyasi agentligi taklif qilayotgan barcha yo'nalishlar energetikadan tortib sanoatgacha yelkama-yelka turib bajarishga tayyorligi meni lol qoldirdi. Bu ochiqlik belgisi, bu ishonch belgisi, mamlakatning o'sish dinamikasi belgisi. Biz kuchli hamkorlikka juda ham tayyormiz. Prezidentning yetakchiligi meni hayratda qoldirdi va biz u bilan ishlashga va yordam berishga shaymiz. Impressed by his leadership and ready to work with him and assist him. Fikrimcha, O'zbekiston to'g'ri yo'ldan ketyapti. Chunki ko'plab davlatlar, dunyoning ko'plab kompaniyalari samarali, tez hamda hamyonbop yechim sifatida modulli reaktorni ko'ryapti. Ya'ni yadro energiyasi bilan integratsiya. Rossiyani hamkor sifatida tanlash yaxshi bo'ldi. Sababi ularda qo'llash uchun yaxshi tajriba bor va siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz. Markaziy Osiyo Rossiya sammiti doirasida saraton kasalliklarini erta tashxislash va rivojlanishini oldini olish imkonini beruvchi yadro tibbiyot markazi ochilishiga ham start berilgani mamlakatimiz tibbiyot sohasini yangi bosqichga ko'taradi. Atom energiyasi bo'yicha ilg'or texnologiyalarning joriy etilishi mamlakatimiz taraqqiyotiga kuchli turtki beradi. Yangi ilmiy texnologik ishlanmalar va innovatsion iqtisodiyotga o'tish uchun imkon yaratadi.